Assalomu alaykum. Xalq kambag'allikdan chiqarish uchun unga kredit berish shart emas, kredit olish ham shart emas. Unga bilim berishimiz kerak. Xalq bilim olishi kerak. Oddiy misol LED lampadan olamiz. LED lampamiz 18-20 ming turadi. Shu narsani o'zimiz tuzatib olsak, yana nech puldir ekanini o'qiyotgan bo'lasiz. Kamida 1 yil yana ishlab beradi tuzatganingizdan keyin. Qopqonni ochamiz, kuygan kristalni topamiz, payat qilamiz. Payatning har kimda ham yo'q. Buni boshqa yo'llar bilan ham tuzatsa bo'ladi. Shuni ko'rsatib o'tdik. Birinchi yo'li payatlik bilan. Payatlik har kimda ham yo'ligi uchun keyingi yo'llarni ko'rib o'tamiz. Kuygan kristalni topamiz. Kristalni kuyganni olib tashlaymiz. Keyingisi, ikkita daroshkani ulash uchun falga kerak. Falga shikalatda bo'ladi yoki dorilardan. Dorilarni mana bunaqa joyda. Bu falgasi bilan ham ishlatsa bo'ladi. Yaxshilab tozalab olamiz. Shu daroshkani ustiga yopishtirib qo'yamiz. Skoch, izolenta, mana bu malarni skoch bilan yopishtirib qo'yamiz. Oddiy falga dorimi falgasi bilan ham tuzatsa bo'ladi. Keyingi yo'li. Falga ham yo'qdir, uyingizda dori yo'q, shokolad yo'q, falga yo'q. Misol uchun hozir falgasini olib tashladim. Yonmayapti. Ikkita daroshka ulanmagani uchun. Qora qalam har bitta xonadonda обязательно bor, bu aniq narsa. Ikkita daroshkani qora qalam bilan shunchaki ulab qo'yamiz. Ustidan chizib tashlaysiz. Daroshkani ustiga bo'ldi. Ishladi. Demak, payaqlik bo'lmasa, falgamiz bo'lmasa, bu qora qalamimiz bor. O'zimiz shuni tuzatib olsak bo'ladi. Yo'q deganda yana yarim yil, 1 yil yana ishlab beradi shu lampa. 20 ming ekonom.